Mana 10 yildirki, yurak qon tomiri kasalliklaridan aziyat chekib kelayotgan Xadicha Baqoyeva bugun uzoq yillik dardiga shifo topayotgandan baxtiyor. 10 yildan beri kasallik bilan shu yurak kasalliklari bilan kasallanganman. 1-2 yildan beri kardiologiya bo'limida davolanaman. Ana bugun hozir operatsiyadan chiqdim. Hammasi yaxshi bo'ldi. Shu yillar davomida bemor opasiga hamdard va hamroh bo'lgan singli Mahbuba Baqoyeva tibbiyotdagi xalqaro hamkorlik samarasini to'lqinlanib e'tirof etadi. Bugun xorijdan ana professorlar olib kelingan ekan, shu professorlar ko'rib, u kishiga masalan hozir 2 ta stent qo'yib, ana yaxshi sug'urta bepul davolab, mana shu kardiologiya markazida olib hozir davolandilar, 2 ta stent qo'ydilar. Hammasi bepul, hamma shifokorlar hammasi qarab turibdi. Respublika kardiologiya markazi mutaxassislari shuningdek rossiyalik kardiolog hamkorligida Buxoroda kardiologiya yo'nalishida amalga oshirilgan bu kabi murakkab jarrohlik amaliyotlari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining sog'liqni saqlash sohasida ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam ko'rsatish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 5199-sonli qarori asosida imtiyozli toifaga kiruvchi shaxslarga bepul amalga oshirildi. Respublika kardiologiya markazi xodimlari professor o'qituvchilar bilan birgalikda o'sha quyi tizimdagi bemorlarni ko'rib, o'shalarda birinchi yordam ko'rsatishlarini, o'sha yerda bemorlarni aniqlashni ularga demak tibbiy ko'riklar o'tkazilyapti. Vaholanki o'sha yerda aniqlangan bemorlarni bizda kelib o'sha markazimizda operatsiyalarni yo boshqa muolajalarni shularni o'tkazamiz. Уже второй раз за последние 2 года я в Бухаре. Kardiologiya markazining Buxoro filialida 2-chi marta bo'lyapman. Hamkasblarim bilan koronar shuntlash amaliyotini bajaryapmiz va tajribalarimizni o'rtoqlashyapmiz. O'ylaymanki, bunday muloqot va tajriba almashish yurak qon tomiri kasalliklari bilan og'rigan bemorlarga tibbiy yordam sifatini oshirishda juda foydali. Asosiysi ilgarilari poytaxtda yoki xorijda bajariladigan bu kabi murakkab amaliyotlar endilikda mahalliy sharoitda muvaffaqiyatli bajarilmoqda.